Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi xizmatimizda Kia Sonetda bo'lgan muammosi nima? Muammosi monitorga mana shu joydan yurganlarda, mana shu joylardan mana ko'ryapsizlar, suv o'tib, monitorning ichiga suv kirgan ekan. Unda suv demontaj qilyapmiz, hozir buni remont qilish masalasidamiz. Hozir videomiz nima masala bo'yicha? Mana uni yechish bo'yicha ekan. Mana shu narsamiz yechishda monitorni birinchi bo'lib mana shu tagidagi konsol bor ekan, plastmassasini mana shu tomondan boshlab yechar ekanmiz. Mana shu tomondan yechib, bu birinchi chiqar ekan, birinchi sloy. Birinchi chiqqandan keyin esa monitorimiz mana ikkita nimasi bor, mana bo'shatadiganimiz. Shuni bo'shatib turib, bo'shatib bo'lganimizdan keyin ikkita boltimizni bo'shatib bu konsolni chiqaramiz, tepaga tortar ekanmiz, mana shu cho'chmasdan keyin. Tortib bo'lganimizdan keyin monitorimizni ramkasini bunday yechish boshlar ekanmiz. Ramkasi qattiq tortib chiqaraverar ekansizlar, cho'chimaysizlar. Ya'ni ki mana shu ramkasini yechib olganmiz, mana. Hozir ko'rishingiz mumkin. Mana shu ramkasi bo'ladi. Shu ramkasini akkuratni chiqarib olsanglar, monitorimiz ham bizni qo'limizga chiqadi. Ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi, yonmay qolganda. Hozir xudo xolasa mana remontini qilib, shleftlar kuyib ketgan ekan, ularni ham zamin qilib qo'ydik xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi xizmatimizda Kia Sonetda bo'lgan muammosi radiomiz ishlamay qoldi. Xudo xolasa radiomizni tasbir qilib ochib olganmiz. Ishlamay qolganining sababi akamiz mo'yka qilganlarida ichiga suv kirgan ekan. Xudo xolasa o'zlarining komponentlarini almashtirib, shleftlarda ham muammo bo'lgan ekan. Qo'lingiz o'tirinchi boyda. Shleftlarni ham boshqatdan восстановление qilib berganmiz. И plus driverni urib qo'ygan ekan, uni ham zamin qilganmiz. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa mana ishladi. Akamizda umuman bo'lgan muammosi umuman yonmay qolgan edi monitorlar. Xudo xolasa ochib mana konsolni razbor qilib, xudo xolasa ishlarni bitirib berdik. Xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar.